Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Huffatil jannatu bil makarih." Jannat insonni nafsiga makruh bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsizga yoqmaydigan ishlarni qilasiz, ine jannatga borasiz. Zakot berasiz, sadaqa berasiz, qilan topgan pulingizdan, ertaman uyqungizdan voz kechib bomdodga turasiz, roza tutasiz siz kunida. Jannatga kirishiga uchun inson nafsiga yoqmaydigan mana shu ishlarni qilishligi kerak. Va huffatin naru bish shahawat. Jahannam esa shahovatlar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsiz nimani xohlasa, shuni qilavering, jahannamga olib boradi. Shu o'rinda Ali ibn Abi Talibning bir so'zini keltiramiz. Bu ulug' sahoba aytgan ekanki, biron amal qilmasdan jannat talabida bo'lish gunoh va Allohni masxara qilishdir. Qaytaramiz, hech qanaqa amal qilmasdan jannat talabida bo'lgan odam gunohkor odam va Allohni masxara qilayotgan odam.